Arab tilida o'zbek tilidagi muqobili topilmaydigan harflardan biri bu S harfi hisoblanadi. S harfi talaffuz jihatidan tishlarning orasidan biroz til chiqishi, ya'ni S, Si, Su holatida talaffuz qilinadi. Til tishlarimiz orasidan biroz, ya'ni 0,5 sm yoki 5 mm atrofida tilimiz chiqadi va tepa va past tishlar ana shu tilimizni uchini ozgina tishlashi orqali S harfi talaffuz qilinadi va bu bizda o'zbek tilida chuchuk S tovushi ham deb aytiladi va S harfimiz sifatlariga to'xtaladigan bo'lsak, S harfimiz ham iste'foli, ya'ni ingichka o'qiladi, ya'ni S holatida talaffuz qilinganida biz fatha bilan A ni, ya'ni S O emas, agar O bo'ladigan bo'lsa, u yo'g'on harflar sirasiga kirib ketadi. So bo'lsa, u boshqa harfga o'tib ketib qoladi. S fathali holatda S, kasrali holatda Si, zammali holatda Su shaklda talaffuz qilinadi. Va harfimiz sukunli holatda kelganida esa S, ya'ni ham sifatiga va rohova ko'proq ushlash sifatiga ega hisoblanadi.